Bugungi tinch va osoyishta hayotning qadriga yetib, tilida-yu dilida faqat bir so'z, shukronalik mujassam bo'lgan suxlik vatandoshlarimiz ham hayit namozida faol qatnashib, duolar mustajob bo'ladigan g'animat lahzalarida yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, dasturxonimiz tukunligini so'rab duolar qilishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda milliy diniy qadriyatlarimizni tiklash va rivojlantirishga har tomonlama e'tibor qaratilayotgani hayit kunida yana bir karra e'tirof etildi. Barcha O'zbekiston ahli qatori biz ham Qurbon hayitini o'tkazish uchun jamlandik. Barcha yurtdoshlarimizni bugungi hayitlari bilan tabriklayman. Zamonamiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, keyingi yillarda yangi O'zbekistonda ijtimoiy, xalqchil davlat barpo etish, uning ma'naviy asoslarini mustahkamlash va ta'sirchanligini oshirishda muqaddas islom dini, uning asosiy bayramlaridan biri bo'lgan Qurbon hayiti ham muhim rol o'ynamoqda. Tumanda 11 ta jome masjidi mavjud bo'lib, Hazrati Ali jome masjidining binosi yangidan qurilmoqda. Shu sabab 10 ta jome masjidda hayit namozi o'qildi. Miskinlarni, beshoralarni holi xabar olinadi. Alloh shu xabar olishlarni bardavom qilsin. Yaxshilik qilgan insonlarga Alloh ikki dunyo saodatni bersin. Qurbon hayiti munosabati bilan tumandagi chekka qishloqlarda ham bayram tadbirlari, arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etildi. Xususan Hushyor mahallasida hayit kunlari katta tantanaga aylanib ketadi. Bugun ham ushbu hududdagi saylgohga barcha yosh va qari chiqib, Qurbon hayitini haqiqiy bayram sifatida nishonladilar. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.